qilinglar. Mana konsertdan chiqsanglar, mana qayrag'ochlarda, archalarda qizlar osilib turgan bo'lsa, ya. Mashina turibdi. Sovuqda chang ko'zlar qumga to'lib qolgan. Yigitlar chiqdi deb. Mashina turib birinchisi boshlab qopti-yu. Bugun ham kech bo'ldi. Kelmadi. Hech bo'lmasa bittasi kelib, oyog'ini uchini shundoq tekkizib tushardik. Har qalay hurmati bor. Bizda ikkinchi qiz, qo'y xafa bo'lma. Bugun tepmasa ertaga tepadi. Ertaga tepmasa indin tepadi. O'zbekchilik asta-asta. Bizda bir do'mboq qiz tishlarini zubochiskada mashina qilib turganmish-da. O'rtoqlar, qishga qolmasdan teptirib olishimiz kerak. Ammo lekin bu yil qish qattiq kelarmish. Bizda uzoqdan bir yigit o'tib qopti-yu. Bir qizga ilohiy kuch kelibdi. Hay! Bu yoqqa. Desa yigit turgan. Kechirasizlar, menga aytasizlar. Yigit kelganiga tep debdi. Hozir tepasan. Mana yerda osilib turaverib, senlari kutaverib, pishib o'tib ketyapsiz-ku. Meni nazarimda Allohim har biringlarni o'z juftinglar bilan yaratgan. Ilohim har biringlar ko'z ochib ko'rganinglardan ayrilmanglar.